ma'rifatchi bo'lganlar 40 yildan ortiq oliygohlarda dars berganlar. Men ham otamni izidan ketdim. Rafiqam Erkinoy, u ham Nizomiy nomidagi oliygohni bitirib ma'rifatchi bo'ldi. Lekin oxirgi paytda Badrlalat pul topishi ketiga tushib ketdi. Mana endi oqibatda bir kun Turkiyada, bir kun Dubayda, bir kun Xitoyda shu yurtmayib yurgan. Qo'liga 3-4 so'm tushgandan keyin mana mashda otamning hovlisi bor edi. Otam qurgan imorat bor edi. Hammasini buzib tashladi. Mana. Hammaqa imoratni qurib tashladi. Voy! Mana bu yoqqa, hammaqa bir bola hammani tashladi. Otam yetgan o'ri bor edi. Gilos bor edi. Hammasi mana yo'q hozir. Men nima qilaman bu hammasini? Palma meni holimda soyasi qo'shninikida. Nima kerak bor? Mana endi kecha bu o'rtoqlarni yig'ib tug'ilgan ko'qiga. Tug'ilgan ko'qini yo'lsam baba bitta otamdan mana shu devor qoldi. Har kuni shu devorni to'palaman. Voy boshim. Voy boshim. Voy boshim. Boşingizni changallab tangoqda ishlaymi? Menga hozir gapirib turganman. Umuman menga dema. O'zi boshim dars yorilib ketay deyapti. Voy savole. Bir marta shahob ichdingmi? Voy tog'am. Hozir. Dadajon ispat. Voy, mashina bir. Bu savole odamga qanaqa ichadi? Assalomu alaykum. Hozir boshladi. Shundoq qayerda qoladi? Voy ahmoq. Men ertalabdan aro ichganlarimni ko'rganmisan? Nima qilyapsan o'zi? Boshoningiz pasayib qoladi. Hammasi o'z seni tug'ilgan kuningda bo'ldi. Seni tug'ilgan kuningda bo'ldi. Tavba qildim. Voy bu o'rtoqlaringning ishini. Bu yerlarining ishini. Oley. Voy o'rtoqlar, axir bu aro tanqo'da mas'ullik cho'radigan. Bitta o'rtog'ing bor ekan. Loq ichadi, mani cho'l bo'ladi. Yaxshi. Loq ichadi, mani cho'l bo'ladi. Yaqin nima deydi? Keling deydi. Ana burdir shunda qilib ichamiz deydi. Qaysi o'rtog'im? Oti nima edi? Oti Shura dedi. Shurami? Voy, o'sha bilasizmi, o'zi oti shoira. Dubayga shoir bo'lib ketadi. Dubayda haqiqatan Shura bo'lib qoladi. Ali u o'zbekmi? O'zbek dadasi. Haligi aroq ko'rmaganda hamma ichasanlar, hamma seni tug'ilgan kuningda bo'ldi. Ya javobga xo'p bo'pti, hammasiga men aybdorman. Bo'pti. Men bozorga borib mollardan xor olib kelaman. Siz ovqat qiling.
man boshqa ovqat qilmayman, tushundingmi? Man boshqa ovqat qilmayman, tamom vassalom. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Nimaga endi ovqat qilmas ekansiz? Nuqulali, qilgan ovqatimda ayb topilsa nuqul. Ovqat qilish sani vazifaga kiradimi? O'zing ko'rish ovqatlaringni. Menga qarang. Meni vazifam bo'lsa-chi, men uni qotirib bajarib qo'yaman. Siz ham o'zingiz vazifangizni qotirib bajarib qo'ying. Xo'pmi? Nima bajaraman? Men hamma vazifalarimni bajaryapman. Buni qarang-a. Hamma vazifalarimni bajaryapman. Shuni qarang. Bildingmi? Ha. Qanaqa vazifalar bajarib o'tgan ekansiz? Hamma vazifalarimni bajaryapman. Siz-chi gapni aylantirmang. Aylantirmang, bu yoqdagi gaplarni bu yoqqa chiqarmang, xo'pmi? Men sizga ro'zg'or haqida gapiryapman. Ro'zg'orni aytyapman. Yana boshladingmi ro'zg'orni ben? Yana boshladingmi hozir? Boshlayman-da. Boshlamasam nima qilay? Yurtma yurtkazib yurgandek xaltani ko'tarib yurgan. Voy inson, men senga yurtma yurt kezgin demaganman, xo'pmi? Menga gapirma unaqa gaplaringni. Unda kim boqadi? Kim boqadi? Men boqolmayapman. Men boqolmayapman, ha? Endi Gapir. Ro'zg'oringni butib qo'ygan bo'lsan, biror bir go'shtsiz ovqat yeganingni bir eslaysanmi? Xaladiniki to'la bo'lsa yana senga nima kerak? Kiyim-kechakchi dadajonisi. Ay yasha. Mana shu kiyim-kechaklarni deb, qayoqdek latta puttalarni deb, sen ma'rifatchi yutma yut kezadigan bo'lib qolding. Men senga aytganman, boy 700 minglik narsa kiyma, undoqroqdan keyin 70 mingligidan keyin yo'qsan, yo'qsan. Yo'q deyman-da, dadasi yo'q deyman-da. Qo'ni qo'shnilarni qarang, qanaqa yasanib tusanib yurishadi. Nima, men bunada bu joyim kammi? Qaytib kel, ha? To'g'ri qildim. Meni ham orzu havasim bor. Bizning orzu havaslarim bormi? Ben qara, faylasuf. Bu senlarni qilayotgan bu ishing orzu havas emas, tushundingmi? Buni to'qlikka sho'xlik deydilar. İnson degan bundoq boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilib yashasa, mana bugun biz ham yedan turish orzu havas. Xo'sh, yetamiz. Nima deganing bu qachon? Bu vaqtga qadar yetamiz. Sizni bu yurish turishingiz hech qachon orzu havas bermaydi. Sanchi menga qo'y bergan. Men eplolmasam keyin gapirgan. Omma. Voy dadajonisi, boshqa ish qilasizmi? Nima boshqa ish qilishim kerak ekan? Men o'qituvchiligimni qilaman. Yetmasa qo'shimcha darsni olaman. Hech qo'rqma. Seni amallab boqolaman. Bo'lmaydi. Bozorga chiqing. Ya bor shu bozoringni. Bozor deb pul deb mana hamma yoni manni qitishadlaring. Mana bozorga chiqsang, o'qituvchi bozorda, doktor bozorda, artisan bozorda, приходи народ, свой огород bo'lib ketdi bu yoqqa. Dadasi. Voy! Nimaga bu devorni tepasan? Voy, ojiza, nimaga tepasan? Sizga devorasiz, oyog'imdan dedi. Otamdan qolgan devor bu axir nega buni tepasan? Hovlini xunugini chiqarib yotdi-ku. Ha? Allaqachon sizga aytgan shu devor buzib tashlaylik deb. Ha? Dadangiz o'lganiga bu yerdan oshib ketdi. Hech kerak yo'q shu devoringizni. Voy, qara, voy, begudi. Nimaga buni gapirasan? Bu otamdan qolgan devor, otam qurgan devor. Yodgorlik. Yodgorlik. Otamning nasihatlarini, otamning o'zini eslatib turadigan devor. Buni qarang-a. Bu devorni otam. Oğlum, men ko'z ochovli paytida shu devorni qurib berayim.
mendan keyin aka-uka san menga borib yurmalaring deb shu devorni olib berganlar. Mana bilaman hozir boshlaysan. Sen bir narsani bilib qo'y. Bu devorni narigi tarafi akamni haqqi, bog' taraf. Mana bu yer mening ulushim. Tushundingmi? Bilaman, dadajonisi. Menga qarang, o'sha akangizning oilasi bilan chet elga ko'chib ketganida qancha bo'lgan. Undan tashqari dadasi menga qarang. Bu hovli sizning nomingizdami? Sizning nomingizda to'g'rimi? Menga qarang, shu devorni 5 metr nariga shundoq surib qo'ysang-da, mana bu hovlini shu joyiga bir chiroyli qilib basseyn qurib beraman. Voy, shunaqa cho'milasiz siz. Basseyninchi. Men piyodalashay. Mazza. Basseyninchi boshingni qosasan, omi. Mana shu yerga kirganda xotinim mana tursuda hali basseynda cho'milib yurishib qoldi endi. Ben senden bile cho'milmayman. Dubayda asplashma. Manda andisha degan narsa bor. Uyam. Ben sen yetib qo'y. Barmi? Otamning nasihatini men tushundim. Barmi bu devorni? Omma. Akamni haqqiga hech qachon men tegmayman. Bu barmi? Ikkinchidan, seni qayoqdagi qalamni qazag'i o'rtoqlaring keladi. Senga qayoqdagi nasihatlar beradi. Shu kelib sana otamni devorga yopishib olasan. Bu mana otamni devordan seni boshqa problema yo'qmi? Yo'qmi? Yo'q problema. Bildingizmi? Mana devorni turib devorga ketadi. Nimaga otam qurgan devorga seni nerving qo'ziydi? Nimaga? Hovlini xunigini chiqarib yotib ahvolini qarang. Agarda shu otam haligi qurgan devorga yana bir gapirgan bo'lsa, chakayni o'chirmasa. Masalan, keling. O chakayni o'chirasanmi, yo'qmi? O'chirmayman. Hech qachon o'chirmayman. Ot o'chirgan bo'lsa, men mana endi o'chirmayman. Bildingizmi? Mana shu uylarni poydevordan tortib, tepasigacha temir sarmoyasi ketgan menikimi? Mashinalarni qo'shib mashinalarni men qurib olinganmi? Bolalarni kim o'qishga kirdi? Men o'qishga kirdim. Siz-chi siz? Boyib ketamiz, hayot surgansiz. Qachon boyibsiz? Qachon boyibsiz? To'g'ri aytgan ekan ulug' ustoz yozuvchimiz Abdulla Qahhor. To'g'ri aytgan ekan. Xotin kishi imoratga bitta mix qoqsa, bir umr men qurganman deb da'vo qilarkan. Men qarab o'ysan. Sen shto'sin toptirdicha, o'zingdan ketib qolding. Sen bilasanmi? Mana otam ismimni nima deb qo'ygan? Bilaman. Eson boy deb qo'ygan. Eson omon bo'lsang boy bo'lasan, bolam deganlar. Mana Xudoga shukr, men boyman. Oilam bor, tanijonim sog', qora qozonim qaynayapti. Xudosh, bu menga boshqa hech narsa kerak emas. Ammo masalaga o'sha aqidinglar. Meni ham otamchi. Meni qizim oqqush kabi parvoz qilsin deb erkin oy deb qo'yganlar. Yo'q. Men xohlaganimni qilaman. Sizni otangizni gapirgan gaplari hali ham meni qulog'imda shang'illab turadi-yu. Nima degan ekan dadam? Ya'ni mazalari bo'lib suv tomizib turganimda Esonboy, o'g'lim, men sizni Xudoga topshirdim. Men shu erkina qizimni sizga topshirdim deb ko'p qilib shallaq etib o'lib qolganlar. Sani erking meni qo'limda, otang erking. Shuni bir miyaga quyib olgan. Gaping bormi? Shunaqami? Gaping bormi? Gaping. Shu qarg'a, senga shu qarg'a. Shunaqa. Qarg'ayman-da. Gap bo'lsa meni qarg'ayapsan. Asarchi. Nima qilasiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ertalabdan qisqa taraflayapsan, er-xotin. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi bilan, siz salomatmisiz? Voy. Besharobda qani? Qanaqa besarobda? Elektrichеский. Niye? Ben sizden kaçam aldım elektriğinizi. Xotiningiz besarogandi.
Muyassar o'tgan olganmisiz? Muyassardan so'rang, muyassar o'tgan qani? Siz yerimisiz? Radno yerimisiz? Men Tuvayurning yeriman. Baqala. Nima qilasan bu odamga qo'ling bahsa qilib? Boshingni qil. Bo'pti, men chiqib qo'yasan. Boshingni qil. Eson bo'ling. Sen otdan olib chiqing. Ha, chiqib beraman. O'zi ko'rgan ekan, muyassar o'tgan. Eson bo'ling. Bu yer tarafdan chiqib ko'rib qo'rqsanmi? Yo'q, unda bitsindan. Faqat meni uyimda qo'shnaqa hurmatmi desam, sizniki ham qolishmasa kerak. Eson bo'ling. Endi bilasiz. Ayting. Amin. Doim yaxshi bo'lsin. Xotinlarimizga insof bersin. Obbo, ertalabdan meniki ham boshlab qoldi shunaqa qilib. Keling nima qilsin? Ya xizmat yo'q-ku, endi shu vaqtga o'tin men ertalabdan muyassar ming'ir boshlab mana mashinaga keldi. Arramas, bu pilarama bo'ldi. Va ertalabdan ming'irni mashina shu orqamizdagi ko'chamizdagi boya shu axlat tiqilib qolgan ekan, suv tiqilib qolgan. Shuni tozalab qo'ying, ey dadasi, shuni tozalab qo'ying. Hop, onasi, shuni ertaga tozalayman desam, yo'q, bugun tozalaysiz deb turyapti. Shuni bilan mashinaga keldi, shunga bilmadim. Qilyapti. Agar biz shunaqa ish qilsak, uni tushundim. Ular haligi nima deydi? Adam bizni ko'taramiz, sizni ikkalamiz ko'taramiz bilan mang'ir. Bana ayting. Keling, denizam shu mang'ir boshladi. Sekin o'zini jinniki solani boqqa chiqib ketaman. Shunga dovdir soldir qilganman. Endi sizda bog' bor, akangizdan qolgan. Endi bizda unaqa akalar yo'q, bog' ham yo'q. O'shaning uchun shu tiqilib qolgan boyaga ariqdagi axlatni tozalab tashlamasam bo'lmaydi. O'shanga boyaga lapatga so'rab chiqdim. Lapatka. Lapatka. Bak. Boshlijon, Lapatka. Berkuray deyiz. Berkuray. Endi shu Berkuray deyilmaganiga esdan chiqib ketdi. Lapatka. Ali xo'ja emas. Berkuray dedik nima? Lapatka dedik nima? Yo'q, lapatka yo'q. Yo'q. Ana nima qoshiq bu? O'zi nima bu? Bunaqa lapatkani ko'rmagan ekanman. Tova qildim. Qulog'i bor, lapatka. Lapatkami bu? Haligi anaqa. Esabayga g'alati narsalaringiz bor deydi. Nima bu? Buni birinchi kulol choynak chiroqchi bo'lgan bo'lsa kerak. U o'rtasidan bo'linib ketgan. O'shani svarka qilib yana ishlatuvdim, yana bo'linib ketdi. Endi amallab yamab, hamidlarga anaqalab qo'yib, dastasini tiqib qo'yganman. Siz buni ishlata olmaysiz. Ishlata olmaysiz. Xitoylikni olgan ekansiz. Böyle ishlata olmaysiz. Hop ishlatib chiqardim, 5 ming. Yo, ishlata olmaysiz deb bilaman-ku. Amali haligi molini aybini aytib bermoq, bu haligi iymondan deydi. Yo, men bilasiz, bilmayman. Ben menga chalkani berver. Jalka malka emas. Aka, men sizni bilaman. Haqiqatan saxiy odamsiz. Agar sizni mashlabatga butun bo'lganda aniq berib olgan bo'lardingiz, men borib aniq hazrat qilgan bo'lardim. Men sizni saxiyligingizni hech bilmadim. Agar meni qo'limda bo'lganda, shu mahallaga sizni oq soqolingiz yo'q, oq soch qilib qo'yganman. Rahmat sizga Esonboy aka. Sog' bo'ling. Hali men chiqmadimmi? Yo'q, chiqmasangiz ham mayli. Sog' bo'ling Esonboy aka. Salomat. Rahmat lapatkaga. Matnis. Sigarekamnikida och o'tib ketdimi? Sigaretlar och o'tgan o'tib ketgan-ku. Bir og'iz chaqirib qo'ymabsiz Esonboy aka. Ammo oshqinlarni chaqiraman. Ha, Mahmudjon. Oshga marhamat deb qo'ysangiz chiqardik. Mayli. Sog' bo'ling Esonboy aka. Rahmat. Amalari ayollar hasrat qilishardi.
Zamon o'zgarib erkaklar hasrat qiladigan bo'lib qolishibdi-da. Yana boshladingmi? Sen yana boshladingmi? Gap shu. Yana boshladingmi? Boshladim. Gap shu. Yo meni deysiz, yo mana shu eski devorni deysiz. Nima deganing? Nimaga man sani deyishim kerak, yo devorni deyishim kerak? Nima deganing bu? Ha? Gap shundaki, shu devorni buzmasangiz, men uydan ketaman. Qap ketsam. Oyimnikiga. Voy, oyiniga ketadigan bo'lsa ketaver. Eshik ochiq katta ko'cha. Bor o'sha oyinga salom deb qo'ygan men nomimda. Bunaqami? Aqlingizni yig'ib, fikri bir joyga jamlab, mana shu devorni 5 metr ichkariga surib bo'lganingizdan keyin o'zingiz borib, meni olib kelasiz. Men aqlimni yig'olsamchi, sening umuman keraging yo'q menga. Mana aytib qo'y. Menga masaga aytib qo'y. O'sha onangnikidan keladigan bo'lsang, qaytib keladigan bo'lsang, shu uyga qo'yish yo qo'ymaslikni mana bunda o'ylab ko'raman. Aytib qo'y. Shuni boryapman. Shunaqami? Qo'lingizni oching. Ilohi amin. Ilohi mana shu qishli devoringizdan bir ajina deganlardan narsalardan ko'payib chiqib, basharangizni xolamni erini basharangizni o'sha shetirib qo'ysin. Ajoyib. Voy, buni chakayi. Qanday yosh? Tinchlik. Bebaho narsa bu tinchlik. Bebaho. Voy. Qulog'im. Menga qarang. Sizni qo'lingizdan o'zi nima ish keladi? Yo nima ish keladi? To'g'ri do'qurishib olib deysiz. Lekin biror marta meni shapar olib urganmisiz? Yo. Aroyishi ham qotirolmaysiz. O'tiring. Gapni qisqasi, mana shu devorni 5 metr ichkariga surasiz. Ya Sidet! Bo'lmasa, buldozer olib kelib o'zim surib tashlayman. Poyga! Говорю. Да. Это другой вопрос. Понял. Полка. Şu yerkin oyma. Yerkin oyma. Kanda ayağını ya. İnstitüleri birle bitirdik. Mekteplerde birle ders verdik. Oliygohlarda birle işledik. Nimalar bo'lyapti o'zi? Mana endi ahvol. Nimalar bo'lyapti o'zi? Hamma desene. Esonboy. Kim o? Hozir. Ana ketyapman, hozir. Esonboy, menman. Nega dovdiriysan bolam? Ha, menman. Dada, otangman bolam. Eshityapmanmi? Eshitaman. Men roziman. Dada, nimalar deyapsiz? Devorni buzaver bolam. Nimalar deyapsiz, dada? Xotiningni aytgani to'g'ri. Uni gapiga kirgin. U bir narsani bilmasa gapirmaydi. Dada, kimdir? Eshit gapimni bolam.
Oila bu muqaddas narsa. Doğru. Arzimagan narsalar deb bo'lam, oilangni buzmagin. Doğru. Xotining bilan sammanga bormagin. U ham shu uyni, bolalarni seni o'ylab gapiradi. Qara qilaman devorni buzaman dada. Axir bog' taraf akamni haqqi-ku axir. Ya buz degandan keyin buzganda. O'la. Dadajon. Mayli dada. Sizni gapingiz men uchun qonun. Buzaman. Aytganlaringizni qilaman dada. Buzmasam ham bo'lmayapti. Ay dada. Gel gel. Gel. Mana gel. Mana shu yer bizni kulba. Gel. Bu kulba emas, koshona-ku, koshona. Ya ukajon. Ana qo'shnilarni qurib qo'ygan imoratlarini ko'rdingmi? Ko'rdim. U imoratlarning oldida bu kulba seni ko'zingga qoshona bo'lib ko'rinyapti. Jasina gapirsa bo'lasizlar-da. Shu bizadagilar bilan gaplashganda o'zinglarni ochor, bechora qilib ko'rsatasizlar-da. Vaholanki yashashinglar, uyinglar zo'r, yomonsta bo'lasizlar-da, yomonsta bo'lasizlar. Sizlarga satta bo'lasizlar. Ha? Sizlar ham bozorda joy olasizlar-ku. Aka, nima ishingni? Ketmonlikmi, ketmonsizmi? Avtobusda olib ketasizmi, mashinada olib ketasizmi? Nima ovqatlar qilib berasiz? O'shada bizni indamaysiz-ku. Xo'p, unda Gapirasan. mayli, jahlingiz chiqmasin. Unda ishni ko'rsating, ishni, nima ish? Ana bu boshqa gap. Yur. Mana bu devor ukajon. Mana shu devorni bu otamdan qolgan devor. Shu devorni ana bog' tarafga bir 5 metr suramiz. Qisqasi buzib tashlayotganmiz-da. Ben senga buzamiz dedimmi? Yo'q. Bitta sen qoluvding buzamiz deydigan. Besh metrlarga suramiz dedim. Hop. Bu devorni buzib bo'lmaydi ukajon. Men bo'lak-bo'laklarga bo'lib olib qo'yaman. Bu otamdan qolgan devor, otamning qo'llari tekkan devor. Mana qara ukajon, buni mayinligini qara. Bu senlarning beton devoringa emas. O'zimizni paxsi devor. O'sha bunda xuddi bir bitta haykalni olib, bilasanmi? Qara o'tirgan. Mana dadam odamlar bo'lish kerak. Bilasanmi? O'zmasam narsa aytib beraman. Dadam bir kun bozorga tushibdilar. Bo'sh olmoqchi bo'libdilar. Qariga qo'llarini cho'ntaglarga solib, qassob to'g'risida hijolat bo'lib turgan o'sha. Qassob dadamga qarab, aka, nima bo'ldi sizga desa, bolam, shu go'sh olmoqchi edim, go'shga bir sim pulim yetmayapti debdilar. Shunda qassob, shu maka, olib keturing go'shni, ertaga bir yo'li tushganda tashlab ketarsiz debdi. Otam amalli bolalarim go'sht yesin deb, qari go'shtni olib kelganlar. Bolam, men bir sim qarz bo'lib qoldim deb,
ertalabgacha uxlamay chiqqanlar. O'sha qassobni bir sim pulini olib berib, keyin kelib aytganlar. Nima deganlar? Bola, men qarzimdan qutuldim deganlar. Qanaqa odamlar bo'lish kerak ekan bular? Qanaqangi bir halol, iymonli, vijdonli. Mana hozir odamlarga pul berasan, pulingni qaytarib ololmaysan, qo'lingni berasan, oyog'ingni yuguraversan, padarlarni qaytarib beraylik. Qaytarib ber. Nega qaytarib bermaysan? Nimaga? Nimaga? Qani seni aytgan gaping? Qani seni aytgan so'zing? Iymoning qani seni? Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Xo'jayin, Yo'q. shu ishni tezroq boshlab qol-ya. Endi otajon, mana shu devorni enang bilan to'polon uzing. Yoki mana shu to'polonchi o ayoliga yetib bordi. Dadam kelib, voqea kelib, shu devorni buzdi. Yo'q, Endi mana shu otamning gaplarini, nasihatlarini eslatib turadigan mana shu devordan voz kechamiz uka. Bu devor, bu mani otamday devor. Otagina, ota, mana siz bir boshqacha odam bo'lgansiz, to'g'rimi? Yo'q, uzr. Kechirasiz. Yo'q, men tushundim hammasini. Bu gaplarning menga nima aloqasi bor? O'zi nimaga gapiryapsiz menga shu gaplarni? Ben senga gapirayotganim yo'q. Senlarga gapirganda foyda bormi? Men otam bilan gaplashyapman. Sen nima boydan bir o'zing ish boshlab turibsan sen? Bor ishingni qil. Hop, xo'jayin, faqat shu eski kiyimingiz bo'lsa bering. Ana boshlandi. Harigina bozorga yetadiga hamma narsa narxi deyapti-ku. Dedim, deyishga dedim. Lekin shu kiyimi sherigimga qolib ketibdi. Mana u boq tarafga chiqasan-da. Ana taraf ko'rasanmi? Kiyim, shilpim, xalat o'sha tamas. O'shani birontasini olib kiyib ola qol. Hop boradi. Aka. Ey, sen mayka. Ya qolmay. Ya. Qo'shimcha boshlab Yavaş bajarim. Vasa axlat qilib qo'ygan ekan. O'zi erkin ekanigacha somon kelgan ekan. O'shani kelinlari sipirib o'zini vaqtida sipirib qo'ysa bo'la. Sipirmagan. O'shanga keyin u shamol hammasini ariqqa tushirgan. Mana oqibatda ariqqa suv kiradigan joy qilib qo'ygan. O'shancha lapatka bilan tosh bo'ladigan olib chiqib lapatkani qilib, uning uchun lapatka mundoq bo'lishi kerak ekanda. Lapatka mundoq. Menga hozir mundoq kerak. O'shaning uchun ketmoqni so'rab chiqdim. Bundan surishga lapatka bo'lmaydi. Bundan qilgan ichkariga kirib ketib qoldi. Endi shuni mundoq tushundim. Agar bo'lsa, hozir bitta ish javob keluvdi. Men devorni buzmoqchi edim. Hozir o'sha boladan so'rab ko'ring qani. Ketmon ishlatadimi yo'q? ana 10 minut topdi. Voy bola. Yaxshi uka. Keling. Gel. Sen ketmon ishlatasanmi yo'qmi? Men ketmon ishlatasan ketmon. Yo'q, ketmon ishlatmasam kerak. Ya, barakalla singlim. Mana bu. Mana optik uzam bo'ladimi? Va men qara. Yalla eshitdimi? Shuncha ish qilasan ketmon ishlatmaysan. Sando. O'ynab gapirsan bo'lmaydimi? Nima ketmon? Ne ketmon ishlatmaysan? Ishlatasan ketmon. Tushunmadim, qanaqa qilib? Yo'q, sen birinchidan o'g'il bolamsan, qiz bolamsan. Sen hatto Fransiyada odammisan, ha? Hozirga chiqqanimda ishlatmayman dedingmi? Nega ishlataman? Ha, nima ishlataman? Ishlataman, xo'jayin. Yo'q, ketmon ishlatadigan joyda nimaga ishlatmayman deysan? Ishlataman, xo'jayin, ishlataman. Aytmading deb Ishlataman. Aniga katta qizingiz ertaga qaytib kelib qo'ydilar. Mayli. Yemesini xalatini kiyib olibdi.
Kelisini qarab, yarashdi. Lozimlaringiz tushmasin sizni. Aylanib ketdi. Lozim ham tirik bo'lib ketibdi oxirigacha. Mayli. Esonboy aka Toshpo'lat akadan yana so'rayman-da. Endi izzat qilib. Ne qarang. Yuring, men siz bilan birga chiqib Toshpo'lat akadan so'rashvoraman. Yo'q. O'zimni til zabonim bor, o'zim so'rayman. Yo'q, endi hozir Toshpo'lat aka yo'q desa, yana chiqasiz deb so'radim. Yo'q, chiqma, tez chiqmayman. Yo'q, yuring. Esonboy aka, bir choy ichaylik. Joy yo'q, kelingiz yo'q hozir. Nima qilib qo'yasiz? Tavba qildim. Hali ish qilishga kelganman, katta ishga. Ketmanyapman. O'zi shuni yotibdi devori ham. Tamam. Qo'limda olaman. Ketmonda emas. Ko'rinishdan kichkinaga o'xshaydi-yu, og'irligini aytmaysizmi? Buni bo'laylarga bo'lib Yo'q, bunaqada beli chiqib ketadi. Bundan ham maydaroq qilib bo'laymi? Mayda. Qani? Voy! Ko'zim ko'rindimi deyman bilmayman. Endi kontraktimni to'layman. Endi boy bo'laman. Berib turing, tavba qildim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sen bola bir kunda necha marta salom berasan? Ne boyda bir ish boshlamayapsan sen? Nima qilib turibsan bu yerda? Sizni ko'rsam salom berim kelaveradi, xo'jayin. Ya sen salom bola ekansan. Xo'jayin. Bor ishni boshla. Shu o'sha taraflarda choy poyisi yo'q, navoda. Choyboy. Hali ish bola ish qilmasdan choy kelari kelib qoldi. Qarangga. Menga bir choy solib beraymi? Bir pastamizni olasizmi? Yo'q, xo'jayin. Turguncha mastava qilib qo'yaman. Yo'q. Ha, kechqurun nima yeydi kechqurun? Kebabmi, mantimi? Ha. Tirikchilikni qilaver. Xo'p. Xo'jayin. Devor. Nima u? Qaysi? Anu nima u? Ishlama. Kel. Mana orqangda ushlab turganing nima? Ha? Bu quticha. Qutichaligini ko'rib turibman. Qayerda olding uni? Qayerda olding? U devorni buzayotgandim. Orasidan chiqdi-da. Shu devorni orasidan chiqdimi? Ha, shu devor orasidan chiqdi. Voy. Devor orasidan chiqdimi? Ha. Voy uka. Gel. Sen nima bola Maliketimni onasini yo'qotib qo'ygan buzoqday yuribsan? Xo'jayin, shu ochib ko'ring, ichida nima bor ekan, ha? Bugun nima kun uka? Bugun bozor kuni, bozor.
Voy uka. Mani bugun oshim bor edi-yu. Voy, esdan chiqib ketibdi. Bo'ldi uka, men devorni buzmayman endi. Oshga boraman, oshga. Sen ertaga. Xo'jayin, devor nima bo'ladi, devor? Ertaga. Ertaga o'qishim bor, xo'jayin, o'qishga boraman. Ya, endi indinga kel. Indinga ham o'qishim bor. Yo, endi yo'masam yakshanba kuniga, yakshanba kuni. Bugungi tirikchiligim nima bo'ladi, tirikchiligim? Ha, tirikchiliging. To'xta uka. Mana, men berib yuboraman senga ukajon. Mana. Mana olgindi. Mana shu senga yetadi. Ana uka. Keyin. Xo'jayin. Rahmat uka. Xo'jayin, 25 ming beraman deganingiz-ku. Hech balo ish qilmasdan 25 ming olib ketasanmi? Xo'jayin, hozir qilib qo'y. To'xta. Mana ham olgindi bor. Bor ishini qilib bo'ldi. Men bugun devor buzmayman. Xo'jayin. Rahmat. Xo'jayin, 25 ming qilib bering. Yo, endi rahmat senga. Bor ket, rahmat. Omon bo'lgin, javob kel. Xo'jayin, shu baribir bir ichini ochib ko'ringlik. Har holda devorning orasidan chiqdi. Buni ochib bo'lmaydi uka. Nimaga? Bilmaysan. Buni olsang uka. Mana otam aytganlarki, devorni tagidan, yeri tagidan xum bo'lmasdan narsalarni topasang, bazinxor ochmagin deganlar. Nima uchun? Chunki buni ochib ichida ajina chiqib ketadi. Ajina chiqib basharalarni nari qiyshaytirib yuboradi. Keyin qiyshaygan basharalar qishlog'iga borasanmi? Yo'q. Bo'ldi, bor. Ochib ket. Unda keta qolay. Bor, uka. Hop, ketdim. Bor, javob bor. Xo'jayin, unda siz buni nima qilasiz? Nima qilaverayman meni? Men buni chiqozim bu animasiya oldi. Men buni militsiyaga topshiraman. Militsiyaga? Yerda tagidan chiqqan har qanday boylik bu davlatnikidir. Militsiyaga topshiraman. Militsiyaga. Militsiya. Unda men keta qolay. Bor. Xo'jayin. Xo'jayin, shu militsiyalar yo'lni ko'rib qolsam aytib yuboraymi? Ayt. O'lka, sen esing joydami? Betga hozir militsiya kelsa, yana boshqa joylarda ham bor ekanda, hamma yoqni ko'lab tashlaydi. O'lka, men hech narsa demasdan jin ketgan, iltimos sendan. Bor, ishini qilgan iltimos sendan qo'yma. Men qara. Yo'ldachi militsiya ko'rib qolsang, biza quti topmadi deyman. Topmadi deyman. Topmadi deyman. Bo'ldi, bor. Omon bor. Xo'jayin, ketdimi? Bor. Rahmat. Ana men endi senlarga ko'rsatib qo'yaman. Esonboy kimligini ko'rsatib qo'yaman. Iltimos, mana endi haqiqiy boy qanaqa bo'lishini ko'rasan. Beni egası bulsa ekan sizni bizga qilsa ekan. Hay aka indoq demang bizning aka jahli yomon sizni bilar bizni so'kar. Seni mana shu joyda yana bitta qaytardim. Ha aka indoq demang sizni aka bizni so'kar sizni bilar ketavering devonaman. Kel seni, kel. Akujon. Vallahi. Ay junat bagadapya akujon. Siz so'qmi? Yo chingimi? Hozir dunyoda eng sog' odam manman. Hay akujon sog' bo'lsangiz, bir eski tuski kiyimlaringiz bo'lsa sadaqa qiling. Hay. Beraman. Mana shu turga hozir ben senga bir shpani olib chiqib beraman. Hay, voy akujon junat bagardamda tuya. Boy ko'rmadi sandaqa, ato qilgan sadaqa, hatto heroz kilo tuxum qo'ysin. Ben seni mashina senga hammasi. Mana ertaga kelsa yana beraman. Ol. Hay akujon. Junat bagardam akujon. Oxe bilan hammasi holi yap-yangi.
Ya nima deyapsan mana man guldori u Dubaydan kelgan Mangame bular. Voy bekay. Akucun, akün so'ragani aybi yo'q. Bu yanga millom taz o'qigan. Ya yanga bunday tiri. O'tir. Mana o'tirib gaplashib o'tiramiz. Akucun. Yanga millom boyucha. Ha, yanga bunday haqiqiy boymayman. Hay boy bo'lsangiz. Yanga bunday bir 30-40 ming dollar bormi, shunga kerak yuradi. Bekay akucun boy bo'lsangiz biz o'zingizni ham eski kiyimlaringizdan sadaqa qiling, ha? Ya ben eski tuski kiyimim yok. Ha? Bana o'zi bitta ko'ylak bitta ishim bor mana shu. Men senga aytsam seni. Ha. Haqiqiy boylar Ha. kamsukum odamlar bo'lishadi. Akucun, chiroyli akucun. Akucun, akun mana bekorga kelganim yo'q aku. Ha, mana shu ko'chaga ikkita bacham turibdi. Bir dugoni Maryamjon ham turibdi. Bir sadaqa qiling, hay aku. Salla o'zi. Ya, o'taman, beraman. Ha, bachalarimga ham berasiz. Men o'zimga. Rahmat akucun, jo'natmagandan yaxshi. Mana men bir bachalarimga. Ibixay akucun. Mana o'rtog'iga beraman. Maryamjonga ham berasiz. Ber. Akucun. Ha. Akun mana bungachi Nimachi? ana buchi bu yonga ham bacha bor-ku. Haring o bolaga olasanmi? Esing bormi? Akucun ho'kiz. O'rganda masalada. Ha o'shaning so'mi bering, hay. O'zi sallani qonunlari hech qachon bo'sh yurmaydi o'zi. Rahmat akucun, jo'natmagan akucun. Hay chiroyli aku. O'qi bu yonga ikkita egzak-ku. Ko'rmoqsiz. Sen menga ringga qog'ozini olib kelin eshitib o'zinglar. Mayli. Qarasam jahlingiz chiqibdi, ha? Ha. Akun jahlingiz chiqmasin aka. Qani qo'lingizni oching, o'tiring. Bismillahirrohmanirrohim. Nara o'tirdin. Ebixay. Mana qo'lingizni oching. Siz menga shuncha pulni berdingiz, haymi? Xudo sizga vagon qilib dollaridan bersin. Allohu akbar. Sinem eng muhimi shundaki, biri bo'ldi o'sha. Biri bo'ldi. Akucun, Ha. menga qarang. Nima? Chiroyli ko'zlaringizni meni ko'zlarimga nuqta qilib qarangchi. Sizga biron narsa bergan aku, menga sezib turibman, meni ko'rinib turibdi. Nima bo'lgan sizga? Nima bo'ladi, esing bormi? Agar hozir shu topni o'ziga menga yanga millionga ikkita tilla o'zigini 50 ming so'm pul ana shu qo'lingizdagi qutichani bersangiz, men sizni ichingizga kirib olgan jinni o'qib chiqarib yuboraman. Yo'q, Jin kirgan sizni ichingizga. Yo'q, Sariq jin kirgan. Men qara. Ha. Men uchastkamni ham sen nomingga o'tqizib bera qolay, ha. Sen meni jinni pinni o'ylayapsanmi, ha? Shuncha narsa oldingki, bor endi ishingni qil. Aku jahlimga chiqmasin, hay aku. O'zi ketaman, hay. Bo'ldi endi. Hay akujon. Pul olding, mana shuncha narsa olding. Rahmat akujon. Siz menga judoyam yoqib qoldingiz. Bor, yaxshi. Men ertaga yana kelaman akujon. Kel. Hay, Maryamjon. Men bir chiroylini uyiga keldim. Akun ertaga olib kelaman, bachamni ham olib kelaman. Ya bachaysiz kelgin. Ha? Bachaysiz hech kim qidira Hay akujon, hayrat jo'natmagandan. Boyqa nadin sandaka, adosingi sandaka. Ana endi ochib ko'ramiz.
Nima balo? Qog'oz rangini chanmasin. Ha, demak, bu qog'ozda boylik qayerdaligi yozilgan. Demak, boylik mana shu qog'ozni o'qigan odamni ma'lum vaqt qulog'iga eshitdi. Nima? Mana shu qog'ozni o'qigan odamni ma'lum vaqt qulog'i eshitmay qoladi. Nima balo bu? Lo'lim nasib qilib ketdimi? Tavba. Lo'lim nasib qilib ketish kerak. Bunday bo'lishi mumkin emas axir. Makara o bola. Baştan o'tgan lo'lini ko'rdingmi? Yo'q, ko'rganim. O bola, senga so'rayapman. Baştan o'tgan lo'lini ko'rdingmi, yo'qmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. O makara senga so'rayapman. Oba, qanaqa bu? Hozir qimilaydi, o'zi gapirmaydi. Nima balo bo'lgan bularga o'zi? Aka, mumkinmi? Bu eshik ochiq ekan, kirib kelaverdim. Hozir ochiq turibman. Qo'shningiz Botirnikiga ish bilan kelgan edim. Eshigi bek. Hech kim yo'qmi deyman? Ko'rmadingizmi? Hozir ochiq turgan edim qani. Ya, ochiq emas, aka. Men eshigini tagida anchadan taqillab turibman, hech kim ochmayapti. Tavba, ochiq turgan aslida bekilib qoladi. Qadam bilan nima bek? Qo'shningizdan so'rash kerak. Qadrlanadi. Botirib. Nima balo bo'ldi o'zi bugun ha? Tavba. Hali mardi bor kelsa, shuncha pulimni olib ketsa. Bu uning ustiga lo'li kelib shuncha narsani pulimni olib ketsa, ustiga mana ochilmasa, demak ochilmaydi bu hali nima? Men haligi qo'shningiz Botirnikiga ish bilan kelgandim, aka. Eshik bek, siz ko'rmadingizmi? Ochilmaydi. Siz ko'rmadingizmi? Nima yo'q? Yaxshimisiz? Tanishib qo'yaylik, mahalla inspektori, serjant Xo'jayev bo'laman. Qo'shningiz Botirov uyiga ish bilan kelgan edi. Eshik taqillatdi. Hech kim yo'q, ochmayapti eshikni. Qayerga ketganini bilmaysizmi? Nima? Men qo'shningiz Botirovga kelganman ish bilan. Hujjat to'ldirish kerak, tushundingizmi? O'shani uyiga kelgan edim. Siz ko'rmadingizmi aka? Ko'rmadingizmi? Ha. Ya? Ishlayapsiz, mana aka. Ish bilan kelganman, qo'shningizga kelganman. Mani eshityapsizmi? Nima deyapsiz? Men gapiryapman sizga. Mahalla inspektoriman. Botirov uyiga keldim. Eshigini taqillatib ochmayapti. Siz ko'rmadingizmi? Yo yoqqa ketganmiz uzoqqa. Ha? Menga qo'sh qoqasiz? Xizmatdagi odamman aka. Bunaqa qilishni qilmang menga. Eshitmayapsiz? Ha, garayman demaysizmi aka? Men mahalla inspektori qo'shningiz Botirovning uyiga ish bilan kelgan edim. Siz ko'rmadingizmi? G'it garayman. Umuman eshitdi. Men qarang. Eshityapsizmi mani? Gapiryapman sizga, javob bering. Qo'shningiz. Men qarang. Siz qadib qo'lingizni mana ko'rmasdan bundoq gapiring, men gapingizga javob bering. Men gapiryapman.
Gapiryapman. Gapiring og'ayni gapiring. Hozir ham gapirdim, baqiryapman. Eshitmayapsiz. Eshitmayapsiz aka. Siz bilan bu yerda emas. Bo'limda gaplashamiz. Hozirga chiqing. Bo'limga borib, bo'limda gaplashamiz. Komandirning oldida gaplashamiz. Hozirga chiqing. Bu nima bu? Vodiy quti bu. Yine oldimga chiqing. Qabaqada quti tutirmay yana so'raydi mana. Quti bu, quti. Tushunarli, qanday qolingchi? Menga bering, men har bir narsani tekshirib ko'rishim kerak. Balki bu. Bering dedim. Har bir narsani o'zimiz ko'zdan kechirib tekshirib ko'ramiz aka. Xo'sh. Ochildi-yu. Nima ochildi? Buni ochil. Hozir. Qog'ozlar. Ha, bu hujjatlar siznikimi? Ha, hujjatlar siznikimi? Joy qo'yaymi? Mana bu yerga mana hamma hujjatlarni yig'ib qo'ysiz. Hujjat turadigan qutimi deyapman. Qora choy ichasizmi, hujjat? Boring. Ha, ko'ramiz, mana o'qiymiz. Xo'sh. Shu qog'ozni o'qigan odamning ko'ziga ma'lum vaqt odamlar ko'rinmay qoladi. Gap. Siz shuni balandroq o'qing, mana eshitdim. O'qiyapman, aka, o'qiyapman. Shu qog'ozni o'qigan odamning ko'ziga ma'lum O'qing. o'qiyapman. Shu qog'ozni o'qigan odamning ko'ziga ma'lum vaqt odamlar ko'rinmay qoladi. Odamlar ko'rinmay. Hozir oldinda turgan odam qani? Choy damlagani ketdi. Xo'ja. Hayırlıdır! Xo'ja. Ot qo'yasiz. Ot. Hayırlı bekleyin. Ot to'pponchaysiz bek. Kımıldama! Otib qo'yasiz mana javobga. Kımıldama! Ani daraxtga chiqib ketdi. O daraxtga chiqmay, o'lka. Daraxtga chiqmay. Xo'jayin! Kechirasiz, yana keldim ha. Katta ko'chani ko'rsatib yuboring. Hamma yoq kichkina ko'cha. Bitta ham katta ko'cha yo'q. Xo'jayin! Yo'q, xo'jayin! Militsioner kelibdimi? Xo'jayin to'g'ri aytgan ekan. Militsioner keladi. Keyin hamma yoqni tutadi deb. Ana, bog'da ham nimalarnidir qidirib yuribdi. Bu yerdan ketish kerak shekilli, ya. Hay, ketdi. Qo'lingda bir qutini ochib ko'raymikin-a? Militsioner kelib, ichidagi narsalarni olib, darrov protokol tuzib qo'yibdi-da. Qani ko'ring, ichida nimalar chiqqanligini. Shu qog'ozni o'qigan odamning ko'ziga ma'lum vaqt odamlar ichida bo'lib ko'rinadi.
protokolga o'xshamaydi-yu. Shu qog'ozni o'qigan odamning ko'ziga ma'lum vaqt odamlar ikkita bo'lib ko'rinadi. Hayot narsaga yoshadi. Mengacha keta qolay bo'ldi. Men charchab ketdim, katta ko'chani qidirdim. Naqd peshonangdan vaqtga qochdi shekilli. Hamma yoqni militsiyalar bosib ketdi. Tavba qildim. Hozir ham ikkitasi oldim kelib, to'ppochasini mana shunday o'qtab tursa bo'ladimi? Bu yerdan ketish kerak. Qo'ynoqoy katta narsa chiqqan bo'lsa kerak-da. Ketdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Isonbek, yaxshimisiz? Yaxshi. Tinchmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Isom. Assalomu alaykum. Kim bilan hech kim yo'q? Kim bilan ko'rishdingiz? Tinchlik. Akangizmi, ukangizmi? Ko'rishmadilar. Hech kim yo'q bu turkan. Kim bilan ko'rishdingiz? Tinchlikmi? Qishloqdan kelganda ba mensimadilarmi? Qani, hech kim yo'q. Kim bildi? Men sizga kerak. Birinchidan mani akam yo'q. Mani ikkita opam bor. Ikisi ham mehribon. Haligi hech kim yo'q bo'lsa, men kelganimda mana siz assalomu alaykum dedingiz. Men alaykum assalom dedim. To'g'ri? Hech kim yo'q edi. Kim bilan ko'rishmasiz? To'g'ri, siz ko'rishdingiz. Lekin yaxshi, rahmat. Lekin ko'rishni bularga ham o'rgatib qo'ysangiz, aka. Yaxshi bo'lardi. Bu shunaqa ko'rishmaydigan turida. Mana shunaqa odamni mensimaydi shunaqa. Ko'rishma, salam ko'rishma. Mana shunaqa. Aka, Tushundingizmi? qora ishchi deb bizda ham g'urur bor. Aka, unday qilmang. Qora. Ko'rishmaymiz. Men ham ko'rishmayman. Bekor ko'rishmaydim unda. Yaxshi ish qildinglar. Rahmat. Ayni, boring. Siz ham boring. Shu mumkin ertalabdan g'alati narsalar yotibdi. Ketmon so'rasam, bu deydi, gapatga so'rasam. Esonboy aka. Banu, Esonboy aka. Esonboy aka. Ama narda qarshi ichib olganmi? Nima bu? Narkomanga o'xshaydi. Nega? Shu militsiyaga bu yerdan quti chiqqanini kim aytgan bo'lishi mumkin? O'sha nardigoringiz deb boyiga o'zidan o'zi menga ana nima de mard yigitlardan ekanda. Buni mardikor aytgan. Ukama. Men hali seni topib olay, dandalang chiqaraman. Oldingiz turibman, Esonboy. Men seni hali topsam, onangni Uchqo'rg'ondan ko'rsataman men seni. Onam Uchqo'rg'onli emas, Qo'qonliman onam. Nima qilasizman onam Uchqo'rg'onga yo'lga tashlab? Men qarang, siz bunaqa yoshim katta deb og'zingizga gap bilan meni haqoratdan bilmang. Albatta, ertalabdan beri traktorni trillab turuvdi va qurilishdi. Birinchidan o'ta traktori yo'q. Ham chakay o'chib qoldi-ku. Yo'q, chakaga turibdi, trillab turibdi. Albatta chiqib ketishgan ekan. Yo'q, ular abet bo'lmaydi, kurgula suv ishlaydi-yu bular. Esonboy aka, bu men qarang. Siz nimaga o'zi unaqa xomush ko'rinasiz? O'zi men boyiga unaqa pesha so'rab chiqdim-da. Voy Esonboy. Esonboy aka. Ashnaqa. Mensimaydi odam, mensimaydi. Men bog'dan kelsam, tog'dan keladi. O'zimdan o'zim pesha so'ragani chiqsam, men haqoratlaganini ko'rdinglarmi? Onang Uchqo'rg'ondan deydi. O'zingizga teshasam, askashasam, lapat kesam. So'raganim bo'lsa ne? Mana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, tuzukmi? Bu yerda hech kim yo'q, boshqa hech kim yo'q. Yaxshimisiz? Yaxshi, xudoga shukr. Mana keldik. Nima xizmat? Kelgan bo'lsangiz men nima qilay? Nima shikoyatlar bor, gapiring. Hokimiyatdanmiz. Menga qara. Bilasizmi? Bu Esonboy aka
bosar tutsadim bilmasdan qoldi oxirgi. Tushundingizmi? Kecha mana qo'shni bilan qo'shib erkin ekan. Somon olib kelibdi. Somonni kelib borib qo'ysa bo'ladi, bormi? Arifto. Men telefonchiman. Tabii zayatta bergan ekansizlar, telefon ishlayapti deb qo'ng'iroqni qildingiz. Endi bo'lsa o'zingiz bilmaganga solasiz. Hayron bo'ldim men mana shimni kiyib olganingizga mana. Telefonchimi deysiz? Bu egasi men emas. Majaq qarab kirib ketdi. Birinchidan, ikkinchidan men o'zi umuman prosta kirganman. Tesha kerak edi. Eshitaman, quloqim sizda. Eshituring. Men nima qilasiz? Eshitish uchun. Menga tesha kerak tamom. Xo'sh, xizmat. Gapiring. Men eshitaman. Yoki men jinni bo'lib qolaman. Yoki bular hammasi jinni bo'lib qoladi. Men sizni boshimni uramanmi, ukam? Do'stim. Men boshimni uramanmi sizni? Menga tesha kerak tamom. Tesha kerak dedingiz. Xo'p, eshitaman, gapiring. Men sizni boshimni uramanmi dedi? Hey, burundan ham bergan ekan-ku. Unaqa aqldan bersa bo'ladi. Menga qarang, menga tesha kerak. Tesha kerak menga. Gapiring, tesha kerak. Eshitaman deb turibman. Tesha voyman. Ismingiz Teshaboy. Teshavoy ismim. Birat o'la platsa ko'psi deb qo'yishmagan ekan ismingizni. Bo'limga bordim. Hech kim yo'q. Haligi butun shaharda odam yo'q. Avtobus o'zi ketyapti. Shofer yo'q. Bir ko'zaylang menga qarab, o'rtasi yashab, kechroq yuring dedi. Tinchlikmi o'rtoqlar? Ha? Kam! Kim gapirdi? Kim gapirdi mana shu yerda? Men emas. Mana shu yerdan odam isi kelyapti. O'zi yo'q. Yo'q. Tamam. Endi bo'ldi. Endi bo'limga boraman. Komandirni chaqiraman. Hammani olib kelaman. Hammani chaqirib kelaman. Ish qilib jinni bo'lib qolmasam bo'ldi. Xo'p, nima bo'lgan? Hamdon ishga otganda medasini o'tirdan o'tkazmaydimi? O'zi ko'rmaysiz uni shu. Esanboy aka, hech nima kerak emas menga. Boshim bilan. Bu milisiya. Tejak qo'yirdim milisiya. O'sha otdi. Jinni olib qolmasam bo'ldi. Xudoy. Tejani topib olib chiqmasam, xotinim kallamni oladi. Borib, ana Esanboy akanikida teshaboxona, narda o'ynab chiqasiz deydi. Yo'q, xotin, hamma jinni o'qigan shekilli, bittasi bilan ko'rishmadim deydi, bittasi bilan teshaman deydi, bittasi ko'rmasa, desam ishonmaydi, mani jindan jinniga soladi. Lekin menga ham birov shunaqa deganni mana ishonmagan bo'lardim. Voy, o'zimga kelishim kerak. Tez boyga arig'i tozalab, to'yga qiyonni surishim kerak. O'shaning uchun tejasi qatiydi mana. Esanboyga tejalarni ham bekitib beradigan odamni. Xo'sh. Bog' topsa kerak qo'ynoy. Tavba qildim. Meni qo'lyapti bitsam, yonimdan o'tib ketib qoldi. Bir narsa bo'lganmi,
tezroq telefonni tuzatib, bu yerdan ketib keling. Kim bor? Kim bor? Kuytanchalar. Shu qog'ozni o'qigan odam ma'lum vaqt odamlar ko'zga ko'rinmay qoladi. To'g'ri. Yosh bola, nima bolam? Shu qog'ozni o'qigan odam ma'lum vaqt odamlar ko'zga ko'rinmay qoladi. Mayna mashina boshqarmasini. Shu vaqtgacha telefonni allaqachon tuzatib qo'ysam bo'ladi. Topoldim. Bu daraxtning epasiga kelib qo'yibdilar. Ey sonma ekan. Topdim deshadi. Kechirasiz. Men haligi ishni boshlagandim. O'sha Sabir, hazillashmalar. O'zi mashina olib turibman. Sabir. Kim gapirdi hozir? Men. Teshaman. Tesha? Teshaman. Teşekkür. Selamünaleyküm. Aleyküm assalom. Uzun, sizni gapirishingizni bilmabman. Teşekkür. Gapiraman de, nima hayron bo'lasiz, ya? La ilaha illalloh. Men qo'limdan tushib ketmang. Keling, teşekkür. Karavotga o'tiring. Keling. Tinchlikmi? Nimaga hayron bo'lasiz? To'tini gapirganini ko'rganman. Bo'lgani gapirganini ko'rganman. Lekin teshal gapirganini ko'rmaganman. Gapiraman. Ilgari ham gapirganman. Hozir ham gapiraman. Yo'q, hech kim eshitmagan siz gapirganingizni. Lekin bu olam shumul narsa. Siz uchun Yaponiyaga sotsa bo'ladi. Katta pulga sotsa bo'ladi. Teşekkür. Ozgina suruling. Mana shunaqasida meni o'zim umuman hech kim eshitmaydi. Hech kim mensimaydi meni. Chunki men oddiyman-da. Yo'q. Farastoyman-da. Yo'q, temirdansiz. Mana shunaqa odamlarni kasbiga, yurish-turishiga, mansabiga, kiyimiga qarab muomala qiladigan, gaplashadigan bo'lib qoldi. Shunaqa. Shunaqa deysiz. Mana o'ziz. Uzoqqa bormaylik. Voy, teşekkür. Voy, ipi yo'g'u chiqibdi. Qani yana sakrab ko'ring. Teşekkür iltimos, yana sakrab ko'ring. İltimos. Agar ochilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Manda ham yurib bor. Xafa bo'laman mana. Boring, men bu ahvolda ishlolmayman. Qo'lim ishga bormaydi umuman. Şuradaki kapı yo'q teşekkür. Sakravar ekansiz. Nega shuncha paytdan beri sizni televizorda ko'rsatish kerak-ku? Jinnoq bo'ladi odamlar. O'zim jinnoq qolmasam bo'ladi. Ey Xudo. Voy, teşekkür. Men odamlarning orasida shunaqa narsalar bor desam, teshalarning orasida bor ekan-da. Dardingiz bor ekan. Teşekkür. Yoshimiz tengmi, nechinchi yilsiz siz? Men 70, sizchi? Teşekkür, uxlab qoldingizmi? Mayli, nima sezinglarmi? Balkim siz shunaqa yig'lasanglar kerakdir-da. Lekin dardingiz bor ekan. Men ham ichim quruq emas.
menda ham dard bor. Sizni hech kim mensimasa, men odamlarni ko'ra olmayman. Birov boyib ketsa, davlatdan boshib ketadi. Yaratosh ketadi. Kimdir yaxshiroq imorat qursa, kimdir yaxshiroq mashina haydasa tamom. O'sha kun adaylik o'ldi. Mana uzoqqa bormaylik. Mana necha yildan beri agar o'tdi, yotibsiz-ku, anaqa. Balki ishlayotgandir, men bilmayman, nega. Ash Esonboy aka. Esonboy aka. O'sha ham yaqindagina 500 ming ming, 1000 ming ming yurgan odamida. Velosiped haydaydi. Mana qachayagani, kirsi qadiyani naqvad. Xatar yuradi. Ha? Oddiy o'qituvchi, xotini biznesmen bo'lib ketdi. Turkiya, Dubai, Turkiya, har yoqqa borib kelib, tirikchilik qilib pul olib keldi. Bilmaymiz endi qanaqa yo'l bilan pul olib kelyapti. Lekin pul olib keldi. Boy ketdi. Manaqa imoratlar qurdimi? Mayli, yesa manaqa tarlar ekib qo'ydimi? Meva bermaydi-ku. Manaqa bo'lsa bunaqa narsalar, qimmatbaho narsalar uy ichiga olib qo'ymaydi. Pulga qadri yetmaydi. Shunaqa. Qani? Yengilgina yo'q. Ichida tilla bor, o'xshamaydi. Tilla og'ir bo'ladi. Bu temir bo'lsa, bu qanaqa qilib qani? Ey Xudo. Lekin birovning narsasini qarash madaniyatga to'g'ri kelmaydi. Endi nima qilamiz? Qiziq. Nagala ko'ray. Esonboyga bir paytda yozgan she'rlarini saqlaganman, yedagan she'rlar. Biriktasini o'qib berishim mumkin. Mana shu qog'ozni o'qiygan odam. Mana shu qopiya kiymagan. Mana shu qog'ozni o'qigan odam. Ma'lum vaqt aqldan ozib. Mana shu qog'oz o'qigan odam ma'lum vaqt aqldan ozib. Aqldan ozish oson bo'lib qoldi-da. Messi, gol! Urra! Yaşasın Ayşe halamiz, kurtçu Ayşe halamiz. Lekin biz kalxat. Osmonda ikkita kalxat. Birinchi dumi oq kalta kalxat, birinchi dumi qora kalta kalxat. Oq dumli kalta kalxat, oq qora dumli kalta kalxat. Qora dumli kalxat, oq dumli kalta kalxat. Shu xarakter. Qora dumli oltga kalxat. O'rtoqlar.
Sağ ol ey dilberim, gitmekten. O'sha payt g'azabatiga mingan Tom Jons kirib keladi. Tom Jons Anastasiyaga qarab deydi. Anastasiya javob qaytarmaydi. Eshityapman. Kimlardir kelyapti. Mahbuba, ehtiyot bo'ling. Kimdir kelyapti? Oltita otsiz, bitta otsiz. Gap tamom. Vassalom. Yengish kerak ularni. Kim bor aka? Akalar. Chiqib ketdim, adashib ketyapman. Akalar, katta ko'chaga ko'rsatib yuboringlar. Aka. Va aka. Chip! Qo'rqalar chalg'ishibdi. Meni qo'rqitmanglar akalar. Bu hayotda qo'rqib yashamoqlik iymondandir. Ha, qani? Tobutlar uchmoqda. Go'yo Boeing samolyotidek. Hazilinglar ham bor bo'lsin akalar. Avvaliga o'zim ham ishonmadim. Men ham ishonmadim. Nega ishonsa bo'ladi? Ha, ishonmadim. Yo ishonsa bo'ladi lekin. Hamma yerni-chi egizaklar bosib ketibdi. Odam ko'p hamma. Nega ishonmading Chingachgook? Aka? Jack, Aka? Akalar, ikkiga birmi? Nat, bu nima deyapti? Biz seni hozir kallangni o'sib tashlaymiz, ey Chingachgookning bolasi. Ikkiga bir chiqmanglar akalar. Ikkiga bir chiqamizmi, tushamizmi, senga nima ishing bor? Aka! Lekin biz paxta dalasida har doim paxtani toza termoqligimiz bor. Lekin biz ot keltiring menga, ot. Ot keltiring mana. Samalotimni qarang, qizil qashqasi bor. Qani ketdik. Yo! Keling. Qanday saqlaymiz? Keling. Marhamat. Qanday saqlaymiz? Chorsu. Ya, Chorsu. O'tiring. O'tiring. Tez. To'xtang. Bugun kim darsini tayyorlamagan bo'lsa, biz u bilan boshqacha gaplashib ko'ramiz. Voy do'stim Farhod, qarib ketganingni qara. Axir biz sen bilan lagerlarda birga bo'lganmiz, arteklarda birga bo'lganmiz. Ha, menga ot berdiring, saman otlarimda men dushmanga qarshi kurashurdim. Marhamat, o'tiring, katta saqlamiz. O'tiring. O'tirsansa. Biz siz bilan ovqatni va choyni qanday damlash to'g'risida ko'rsatuvlar beramiz. Marhamat qilib, biz choynakni qopqog'ini ochamiz. Bilamizki, choynakning ichida yo'q. Biz unga zavarkadan ozginagina solib, zavarkazlab bertiramiz. Va qaynagan suvda bu ko'chaga kirmagin deb aytmoqmidim senga. Pastga yana chiqish qiyin bo'ladi deb aytmoqmidim senga. Oyijon, meni chaqirdingizmi? Hozir oyimni chaqirib qoldim. Nimalar bo'lyapti o'zi? Qo'shnimni tomi ketib qolibdi.
nersi haliyam qulog'im eshitmayapti. Qulog'imga mix tiqsayam eshitmayapti. Hammasi menimcha mana shu qutini deb bo'ldi. Qulog'i eshitmasam yomon bo'larkan. Hech narsa eshitmayapman. Eshityapman. Xudoga shukr. ishxonaga bordim. Hech kim yo'q. Ovozlar eshitilyapti. Hech kim yo'q. Komandirning xonasiga kirdim. Telefonni ko'tariladi. Shu. Ko'tarilib, shu. Menga "Xo'jayin, qayerda yuribsiz?" dedi. O'zi yo'q. Uyga bordim. Xotin, bolalarim yo'q. Assalomu alaykum dedi. Yo'q. Onam bechora, "Bolam yaxshi keldingmi?" dedilar. O'zlari yo'q. Ko'rinmayaptilar. Qaq ket. Kim? Menman. Kim bu? Esonboy Kezman. Ko'rinay. Mana men hali kelib. Ey. Ha? Nima bu? Bu qo'l bu. Polis nechta? Nechta? Mana bu ikkita. Voy. Bu nima bu? Bu qo'limni davomi. Yuzingiz qani? Yuzingiz qani? Yuzim mana yuzingizga qarab turibdi-yu. Ushab ko'rsam mayli? Nima? Ushab ko'rsam maylimi? Nimani? Yuzingizni. Ay, yuz ushlaydigan joy emas ukan. Nima bo'lyapti o'zi? Nimalar bo'lyapti? Men jinni bo'lib qolaman hozir. Qo'lim bilan ushlayapman. Nafas kelyapti. O'zi yo'q. Voy ukajon. Men Esonboy Kezman. Ukajon. Ya. Botiribmi qo'shnisi? Ya bormisiz aka? Ana. Yaxshimisiz? Ana, endi meni ko'ryapsiz. Ko'ryapman. Ancha o'ziga kelib qoldingiz. Ukajon. Men sizga ot tushuntirib beryapman nimalar bo'lyapti. Men bunaqa deyishni olmayman. Mana. Asad Mana ketdi, yana Asad. boshlandi. Eshitdingizmi? Yana boshlandi. Aniq tochkani ko'rsatinglar menga, aniq tochka. Mana eshitasizmi gapiryapti? Mana shu yerda gapiryapti. Men ham ko'rmayapman. Ko'zingizga qarab eshitmay. Kechovoy. Ukajon qayerdan keldingsan? Ammo shu yerda boydan ishlab yuribman-ku. Osmondan tushdingmi, nima bo'ldi o'zi? Men sizga tushuntirib beraman. Yo'q, keling. Voydod! O'rtasi. Voydod! Adashib ketdimmi o'sha? Adashdim. Milsiya akalar yordam beringlar. Ya, xo'jayin. Sizlar ham ikkitamisiz-a? Nimalar bo'lyapti o'zi, nimalar? Qiynalib ketdim. Ya? Xo'jayin? Hozir ikkisidingiz-ku? Hozir meni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Eshitaman. Bitta. Ana o'zimga keldim ukajon. Ukajon. O'zing. Hammasi tushunarli. Qani ukam bir xushtingchi? Yo'q. Bu bola ichmaydi. Bu bola juda yaxshi bola, ichmaydi.
Bilasiz birini olsunuz voy odamni ko'pligini bozorda odam yo'q. Keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz nima zakaz qiluvdingiz? Norin, shashlik, qatoq, qaymoq var. Nima edi? Qatoqlar bor, qatoqlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akalarni, yaxshimisiz? Sizga qovoli somsani o'zim, mana sizga keliningiz yopib berdi. Marhamat, qovoli somsani yoqana, go'shtligidanmi, qanaqasidan sizga? Qanaqa? Somsasi qani o'zi? Mana somsa. Tog'aram shoptiring, mana qarab turing, mana. Hozir uni yirtamiz, ichiga ozgina murchdan. Marhamat, mana shuni bitib qo'ying. Ana qaytib kelasiz, bitib ko'ring. Mana keling, assalomu alaykum. Jigar shakli sizga zakat qilmadingiz? Sizga nima? Voy, gap yo'q. Mana keling, assalomu alaykum. Keling, xonimlar. Gul xonimlar bor. Voy, konsert vaqti boshlanib qoldi. La donna immobile che va il più malvento era manviento e non pensiero era mano hoppi era mano hoppi era mano Osujon, bir keling. Havas kishilarni. Ancha o'zingizga kelib qoldingiz. Yo'q, nima bo'ldi? Ko'zlaringiz ham o'zgardi, qo'shnijon. Rosa ichgan shekilli, kukni ichmaydi. Yo'q, bu odam umuman ichmaydi. Bu mani Voy, sen boy aka, nima gap, nima bo'ldi? Qo'shnim telefon qilib, uyingizga kelib bosib ketdingiz. Senga? Voy tavba. Nima bo'ldi? Sen boy aka gapingizchi? Bilmas bo'lmasa mana shu alg'oldan. Oyga misar olib kelsa, qaynisini olib ketgan ekan, shuna qilishga. Qo'yib chiqib beraman. O'zi shunaqa. Voy. Bu nima eson boy aka? Bu devorning tagidan chiqdi. Buzildimi devor? Buzmoqchi edik. Mana senga Buncha zo'rsan boy aka. lekin shu yerda seni ham ulushing bo'lish kerak. Voy Xudoga shukr. Yetkazganiga shukr. Voy bo'lib ketamiz a. Keling! Saksikroch. Anaqa Och. Voy. O'qchi Esonboyga. Esonboy, o'g'lim, inson noto'g'ri yoki to'g'ri yo'ldan ketishi o'ziga bog'liq bolam. Men har vaqt ota-bobolarimizning nasihatlari, ularning o'gitlariga suyanib seni tarbiya qilganman bolam. Boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qil bolam. Birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil deb bejiz aytishmagan. Ey odamlar, ota-bobolarimizdan bizga pul, tillo, boylik meros qolsin deb xom xayol bo'lmanglar. Har bir narsani o'z ilmingiz, o'z mehnatingiz, o'z harakatingiz bilan topishga harakat qiling. Bolalarim, ota-bobolarimizdan bizlarga meros bo'lib kelayotgan mana shu mehr oqibat, odamiylik bizning asl xazinamizdir. Unutmanglar bolalarim.